Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, aziz yurtdoshlar, sihat salomatlikda, omonlikda ko'rishib turgandan xursandman. Aziz obunachilar, anchadan beri video qilmaganimga to'g'risi gapam qovushmayapti. Aziz obunachilar, bir yaqin do'stimiz shu ro'zaga odamlarga ehsonga bozor qilgan ekanlar, shuni tarqatib yurdik. Marboy akaga ham ilindim. To'g'risi Marboy akani juda ko'pchilik taniydi. Bizning kanalimizdagi obunachilar. Birinchi proyektimiz hozir uylarga kelganmiz, to'g'risi hali. Mana shu uy birinchi proyektimiz. Hali chaqirmadik. Xudo xolasa shu mashtada tarqatib yuramiz. Aziz obunachi, anchadan beri to'g'risi gap yil bo'lib ketdi. Bunaqa ish qilmaganimizga hayajon bor. Avvallari xotirjam gapirardik. Biz o'zimizni videoga tushgani hayajon bor. Xo'p, jiyanim Asadbek, hamma taniydi. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Hamma taniydi, shu ustachilikda mana shu mahallani boshidan oxirigacha qurayotganda ishlagan bola. Ibrohim Poshshoni hech kim tanimaydi. Bekzodbek hamma taniydi. Bekzod yana bir marta so'rashib beraylik, so'msa. Katta bola bo'lib qolgan bu ham. Aziz obunachilar, xo'p. Bu yerda bozorimiz bor. Egalariga berib kelmoqdamiz. Bu tomonda go'shtlar bor, tuxumlar bor. Xudo xolasa bir do'stimiz bu yerda ham bor. Polni nima desa bo'ladi? Ro'zaga, savobgarchilikka bir duo qildirib qo'y yo bir nima so'rab aytib qo'yarsan degan gap chiqmadi, to'g'risi gap. Shunchaki egasiga borib bersam bo'ldi, xursand bo'laman dedi. Bo'pti, xo'p dedik. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Asadbek, hop, bitta go'sht olasan, bitta tuxum olasan, setkidan bitta olamiz. Hammasi komplekt ichida, xudo xolasa. Guruch, makaron, yog'lar bor, to'g'risi men ichini ko'rmadim. Oldidan olaver. Nima olayman? Setka bilan beraman menga. Ashina bitta tuxum, bitta go'sht olsan, komplekt bo'ladi. Ibrohim, nima gap? Marboy aka. Chaqirchi Ibrohim, qo'yaveraver. Chaqirchi. Marboy aka. Birinchi proyektlarimizdan bittasi bu. Ko'plab obunachilarimiz bilan qurganmiz, to'g'risi gap 2200 ta obunachilarimiz bilan boshlagan uyimiz bu shu. Marboy aka. Ma Yunusxonman, Marboy aka. Zo'msiz? Ibrohim Poshsho qo'shnini bolasi. Marboy aka, zo'msiz? Belga nima qildi, qiyshayib yuribsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Asadbek. Yo, kiramiz Marboy aka. İşlerimiz ko'p ozgina. Zo'msiz aka? Marboy aka, mana omonat. Sizga keldim. Toshamiz ro'zaga
bir qator ehson qilgan ekan. Tinchsiz aka? Xudo olsun. Hayır, uğraşma. Marboy aka, video olibdim ha. YouTube'ga qo'yaman. Uyingiz bir qator o'zgargan ko'rsataylikchi. Xafa bo'lmaysiz? Hayır. Sözlerini kelamazdık. Kelmadilarmi? Yok. Hani yakın bakıyoruz. Ya Yunus bilan bir naqlamiz. Hani stajga qildik. Stajga olib kelib turman. Aziz obunachilar, Marboy akani uylarini qurganimizda mana shu tomon bordi xolos. Mana shu tomon polni. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Bunyodbek qayda? Ishda Bunyod. Siroljon aka ham tenjonlari sog' bo'lsin. Bunyodbekni ponni ish bilan ta'minladilar aka. 4 yildan beri. 4 yildan beri. Şeyde ishlab, mana devorlarni qildik. Mana kredovka, mana qo'yxona, mana gazxona. Mana yerdagi cho'kib ketdi. Ha, ko'chib ketdi. Stajkalarni qo'ydingiz. To'sini olibsizmi deyman, ha? Ha, ana acha yaqin nima qilindi? Eski tuska yozdi. Ha. Obunachilar bu tomonga gazxona qurganlar, bu tomon nima? Mana gazxona. Bu bizni avvaldan bilib yurgan obunachilarimizga qiziq, yangilarga qiziq bo'lmasa ham. Mana 7 metrli zal qildik. Zal qildingiz. Ha. Akfalarni o'rnatibsiz. Akfalarni ishni o'rnatib. Ha, tenjoningiz sog' bo'lsin. Materialni ko'zmi yaqinda patolog Bu orqa hovli bo'ldimi? Ha, bu 6 oy bo'ldi. Xudo xohlasa to'yga niyat qo'yganman, xudo xohlasa. Bunyodbekning to'yiga. Ha, zo'r bo'pti Marboy aka. Ha, qo'yganda qildik. Hammasi shu bir yotib puli bo'ldi, mana qayerga. To'g'ri boqsiz. Ha, to'g'ri mana. Katta Jo'ja ochtirdingizmi? Ha, tunga kirishdi. Ha. 7 ta ochtirdim, 4 ta qoldi. So'ydingiz. Ha, ikkita suv oldi. Ha, zo'r bo'pti. Qo'ni qo'shdi. Bu orqa mana. Aziz obunachilar, Marboy akaga yetadigan inson yo'q, to'g'risi gap. Ko'ngil toza. Bo'ldi Marboy aka, o'raman, turaversin. Ha, xohlasa haqqa keyincha tomona qilib, mana ketdiga orqalarni ham to'ldirib olibsiz. Ha, devor bilan aylantirib, bunasi ikki qo'ydim, qo'yxona katta qilib, betonxona o'rnataman. Xudo xohlasa. Yetingiz yeting. Men xursand bo'ldim. Anchadan beri kelmadim, o'zgarishlar katta. Buroq. Bizgami? Yo'q, biz Yo, ro'za emasman, xudo xohlasa endi tutamiz. Sizlar o'zingizni bemalol ichayringlar. Ichganda bo'ldim. Bunyodbekning onalari, ha? Marboy aka tanimaganligi. Marboy aka to'y qachon? 26-yilda mesela bo'yicha mana devorlar bo'ldi, xudo xohlasa buyin kuzgacha mana qilamiz, xudo xohlasa. Men bu yerlarni ko'p narsa olib qo'ydim. Ichkariga mayli kirmayli, ichkarida bir to'y-poy boshlasangiz, Ulug'bek akani va'dalari bor, o'shimandan deganlar. Xudo xohlasa. Ulug'bek aka Bunyodbekni to'y qilsa o'shimandan bo'ldingiz. Esingizda tursin. Ya, xudo xohlasa, bular kelib nasibsan bo'ldi. Buncha tayyorlab qo'yganman, xudo xohlasa. Biz ham qarab turmaymiz, xudo xohlasa. Isroiljon aka borlar. Men borman, xudo xohlasa. Ulug'bek aka borlar. Ko'chani ham o'zini avval tomonga qo'ydik. Olmalarni ekib qo'yibsiz. Ha, obunachilar, bu yerga suv ham kelgan, polni mahallaga suv ham kelgan. O'sha biz qurilish qilib yurgan paytimizda suv yo'q edi, keyin polni suvlarni
o'rnatib, ha, suv bor. Asadbek, mashina eshiklarini yop. Anaqaga. Ha, ha. To'xtab tur. Yopmay tur, nima? Ana zag'lab ketuvdi andaqa sho'tchi. Ha, ha. Yana gapning qolmish. Baqa olib qo'ydingiz. Mana qo'shib sho'tchi. Ha, zo'r bo'pti. Suvdaliga zag'lab ketadi. Allohim, umringizni rizqingizni Alloh baraka bersin. Shurasiyli, musofir yurgan hamma ko'pimiz, opa-singillarimiz umrlar uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. Amin. Aziz ro'zinaga Ibrohimjonaga mana berib Azizda yuz qo'llarni Asadbek ko'ramiz. Harli o'qirimizni, Toshkent xalq opalarimizni va ilohlarda tushgan ro'zalarni o'qigan namozlarni qilgan asarlarni Qabul bo'lsin. Amin. Umrlarga rizqlarga Alloh baraka bersin. Nima niyatda niyat qilishgan bo'lsa, ilohlarda niyatga yetishsin. Eson ro'zalarni tutib, sog' salomat katta hajlarga o'ynab kulib maza qilib yursin. Amin. Allohumma rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Do'stimizga o'shlarga umrlar uzoq bo'lsin, rizqlar baland bo'lsin. Amin. Bir xotin qo'sha qilsinlar. Tutgan ro'zalarda o'qigan namozlar Allohning taqosi qabul bo'lgan bo'lsin. Ehsonlardan. Ilohlarda Hajdaga borayversin. o'zlariga o'xshab 50 tizmatdan qilib, shu ota-onaga rahmat degan duoni ishlaymiz. Alloh nasib qilgan bo'lsin. Allohumma rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh. Aşçılığımızı turgan kimse açmasa hammalarni rizqlariga Alloh baraka bersin. Amin. Yom tutgan ro'zalarni o'qigan namozlarni qilgan Allohning tarafida qabul qilgan bo'lsin. Bilmagan shu ba'zi insonlar esdan chiqib qolmasa, mana shu 3 yil, 4 yil, 5 yildan beri g'oyibona duo qilamiz. Kesin mana urug'ayib turibmiz. Amin. Hammalarni umrlariga rizqlariga Alloh bersin. Katta to'ylar qilsin, qo'shiq uchastkalar qilsin. Nima niyatda qilishgan bo'lsa, Ilohim niyat etsin. Alloh akbar. Marboka atganingiz kelsa, men haliga sizga ham ilindim Marboka. Yaxshi insonlar. Bakacakın Allah'a ahiretler avut bulsun, cahil cenneti bulsun. Rızklarını umrunuzda rızk falan bulsun. Alemine umurlarına rızklarına Allah barek etsin. Başka okulların umurlarına rızklarına falan. Başka ciğerlerine, töylerine, bu töyle boşluk yüzsünler. Başka sırada farzanın üstlerinde, otağlarınızda bir rahmet. Okullarına Allah rahmetler bulsun, cahil cenneti bulsun. Mayli Marboka. Biz yurdi unda. Yusuf, rahmat. Hop, aka. Ashi nima Bekzodga ham deb o'g'ing. Bekzodga bitta olib kirib ketasan, ha? Tuxum bor, oldida go'sht bor, undan ham bittadan ol. Bekzodbek ham katta bo'lib, Xudo xolasa oilani boqadigan bir yigit bo'ladi, ha? Xudo xolasa. Aziz obunachilar, Marboy aka yurdimmi unda? Tinjuning sog' bo'lsin. Okugan namazlarıyla, çıkan rozalarıyla, kıyasın. Allah'ın da kozu korkular. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasanatan ve qina azabannar rahmetka ya Yo, choy ichmagan joyimiz emas-ku. Aziz obunachilar, to'g'risi Marboy akani bir ko'rsatay dedim, maqsad boshqa. Ko'pchilik baribir qiziq bo'lsa kerak deb o'yladim. Xudo xolasa qolganlarni ham tarqatamiz. Qolganlarni tarqatish davomida video qilinmaydi, chunki Marboy aka o'zimizni qadrdon inson bo'lganlari uchun bir video qildim. Ko'pchilik sog'ingandir. Nima bo'lgan, nima yo'q. Bir qator video qildik. Xudo xolasa mana to'y boshlasalar qarab ham turmaymiz yordamga. Aziz obunachilar, sihat salomatlikda, omonlikda ko'rishib yana bir diydorlashamiz. Mayli, xayr, sog' salomat bo'linglar. Yo, Marboy aka. Marboy aka. Sohibjon qora akani duo qilaman deb chaqirib oldilar, mana yana qaytdik. Sohibjon qurbatchi umrlar uzoq bo'lsin, rizqlar baland bo'lsin. Martabalar ulug' bo'lsin, ilon tutgan ro'zalarni o'qigan namozlar. Rasululloh Allohning qabul bo'lgan bo'lsin.
Baş xonadonimizga 2 marta kelib ketdilar. Umrlarga rizqlarga Alloh barak bersin. Jizzaxdagi Ravshan aka mahmudjon xotin qo'shig'ida farzandlar o'qidek bo'lsin. Amin. Qilgan yaxshilik bizni unutmaymiz. Mana shu o'yinimizga kim esa qo'shgan bo'lsa hammani umrlarga rizqlarga Alloh baraka bersin. Nima niyatda qilishgan bo'lsa niyatlarga kirishsin. Qo'sha to'ylar qilsin, farzandlar ko'rishsin. O'qigan namozlar, tuzkorlar hamma Alloh taolodan qabul qilgan bo'lsa. Savobjonlarga Xudo xolasa bir niyat bor, bo'ladigan Xudo xolasa bir bo'lib ko'rib davomimiz o'tib kelamiz. Xudo xolasa. Martabamizni ulug' qilsin, umrimizga rizqimizga Alloh baraka bersin. Amin. Allohu akbar. Savobjonlarga bir aytmaydi. O'tib kelamiz. Keyinroq. Xudo bunaqa qiltganlar. Qurilish qiltganlar, hajlik odam o'tgan deb tushunadingmi? Ne? Madamin aka. Video oldingizmi? Ha? Video oldingiz. Video oldim yana. Siz ham videoga oldim. Madamin aka. Mahallamizda kattalar-da, Manojalik. Muhammad yoshlari ham sizdan katta? Hamma kattalar. Ha. Umrlarga rizqlarga Alloh Bu chakarni? O'g'ilcha ishga ketdi. Ha? kecha ovga ishga ketdi. Madamin aka. Ko'rdim. Ana endi ko'rib qoldim. Ajoyib insonlar Madamin aka. Mahallamizda kattalar-da, mahallamizda tenjalarga savob bo'lsin. Mayli Marboy aka. Xudo xolasa Jizzaxdan umrlarga rizqlarga Alloh baraka bersin. Ancha farzandlarga xotin ko'rib tenjalarga. Amin. Amin. O'qigan namozga tuzkorlar qilgansiz. Allohga xudo xolasa er xotin qo'shig'ida farzandlarga otib qo'yib. Amin. Aziz obunachilar, to'g'risiga men Marboy akani duo qiling demayman, o'zlari duo qiladilar. Bugun so'raman. Ularga qanaqa farzand yashaydi? Yo'q. Marboy aka, xudo xolasa kim nima qilgan bo'lsa, Alloh yo'lida qilingan, u hijolat yo'q. Lekin o'zingiz chin dildan duo qilasiz, uni ko'pchilik obunachilarimiz biladi. O'ydaga har kun bo'lsam, har 2-3 kunda hamma mana shu yoqlarni iroqdan duo qilamiz. Shu bilan sizlarga yaqinda ma'ruza bo'ladi. Yaxshilik qilgan insonlar yaxshilik hech qachon esdan chiqarish kerak emas. Bu ham bitta unaqa Xudo biladi. Suv yo'q, gaz yo'q, o'tin yo'q. Qanaqa joyda yashdimi, qanaqa joyda. Bilamizmi Xudo ko'rib turibdi. Xudo shakil qilgan. Xursandmisiz axir Marboy aka? Yog'olsa mana yaqin sochga ko'ra ikki to'qolni shuni bog'lab boraman. Niyat qilib Xudo xolasa. Hamma narsam bor yetarli. To'y boshlasangiz qarab turmaymiz, Xudo xolasa. Sirojon hoji aka borlar, hoji aka, Ulug'bek aka borlar, Siroyil aka borlar, Sirojon hoji aka deyman deb adashib ketay dedim. Xo'p. Biz bormiz. Dilshod bek aka borlar, Dilshod bek akaga alohida aytibman. Dilshod bek aka, Xudo xolasa yaqinda to'y boshlaymiz aka. Yana ko'pchilik qarab turmaydigan insonlar ko'p. Biz ham hozir harakat qilamiz. Ketdi. Asadbek. Bo'pti Marboy aka. Hop. Aziz obunachilar, xayr salomat bo'linglar. To'g'risi ketgan paytim yana to'xtatib duo qilaman dedilar. Endi yo'q olmadim. Bu o'zi Marboy aka shunaqa insonlar duo qilib. Oldingizmi? Videoni? Oldim. Qani? Mana ko'rmisizmi? Mana o'zingiz ko'rsizmi? Madamin aka. Madamin aka, hop, o'sha 5 bolali ayollar, tog'alar bo'ladilar. Bir paytlari bu akamlar nima? Keyin aytib beraman. Bo'pti Madamin aka. Bo'pti Marboy aka. Mas'ulon ko'mizam umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. 2 marta operatsiya o'tdi, Alloh taologa shifo bersin. Amin. O'sha tuskavroza o'qigan namozlarni qilgan asarlar Alloh taologa qabul bo'lgan bo'lsin. Bashara ancha xizmat qildilar, bizdan qatnagan bo'lsin. Alloh raqasi tenjalar sog' bo'lsin. Xotinlarning o'lim joylaridan umrlari uzoq bo'lsin. Rizqlari baland bo'lsin. Nima niyatda
yaxshi qilishgan bo'lsa ilom niyat aytib. Hammaning umrining rizqiga Alloh baraka bersin. Asadbek davlatdan xizmat qilib yurish bizga nasib etsin. Yunusxon ukamizdan farzandlar ir-xotin qo'sha qilib, farzandlarni ro'yxatga qo'ysin. Bahromjon akaning oxiratda obod joylar jannat bo'lsin. Qolaning umrlari so'ris qilib baramosin. Shu xonadonlarga kimki yordam qilsa, hammalar Fizibillah Allohdan astag'fir so'raman. Shu duolarim ijobat bo'lsa Alloh huzurida hammalarning umrlariga rizqlariga Alloh baraka bersin. Alloh mu'jiza qilsin, martabali bo'lsin. Marboyga yurdim. Rahmat, rahmat. Hop. Yurmasam Marboyga jo'natib mayli. Aziz obunachi. Hop. Mana nechinchi proyektimizda, Asadbek? Ha, mana voy. Ikkinchisi. Mana voymi? Ha, ikkinchi proyektimizmi? İkinci proyektimiz yangilar bilmasligi mumkin. Ulug'bek akam uylari. Yo, bismillah. Hop, Ulug'bek akam uylari. Qurboymoq opa bilan. Bu qadar ko'rsatlarnikina. Bir kaliti yo'q. Bo'pti Marboy aka, tinch bo'ling. Aziz obunachilar, ketmasam ko'rdinglar, duo qilishdan to'xtamayli. Shunaqa yaxshi insonlarga uy qurib berganmiz. Juda ko'pchilik biladi. Haliga ko'chada yursam yangi blogerlar taxminan bir 50 ming obunachisi bor yo 20 ming obunachisi bor blogerlar. Baribir ko'rgan, boshqaga maslahat so'rab turadi. Xudo o'zi ishingni o'nglab qo'yadi deyman. Xuddi bizga o'xshab. Mana bu yerda ham 2000 obunachi bilan ish boshlagan bo'lsa, Xudo ishimizni o'nglab qo'ygan. Shunaqa qilib bitirib yuborganmiz juda ko'pchilik bilan. Keyin 15 mingga chiqdik, 16 mingga chiqdik, 17 mingga chiqdik. Hozir obunachilar ko'p ozayib ketibdi video qo'ymaganimiz sababli. Juda ko'pchilik chiqib ketgan kanalimizdan. Bir nasib bo'lsa yana boshlarmiz, xudo xolasa. Obunachilar mabodo kimdir ehsoni bo'lsa, oilalar bor. Bu yerda juda ko'p oilalar bor. Tarqatib qo'yaveramiz. Biz ham savobga hissa qo'shgan bo'lamiz. Mabodo aloqaga chiqaverasizlar. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.